shahar sirtidagi o'rmonliq. Haybov atritidagilarning sharq qarab ilgirlab, zerakchoqlarning qimmatli kitobini tepish safarini to'sish uchun cho'chov bilan yo'g'in eg'iz yana yangi buzg'unchilik harakatini boshladi. Nimachi cho'qish bu? U qanchalik bila konservatsiyasi andin to'ya. Sen şil o'qishini o'zida kamaqat deb qapsan-da? Bu Şahin bizga tutunadigan illiqi. Anlasam şil o'qishi Xondon shahar atrofida paydo bo'pti. Sen ishga yaramaz uni tezda tutib kelish, tez bo'lish. Şil o'qishi eliq rivoyatdagi qushlarni qo'g'daydigan ilohiy qushdim-a? To'g'ri, u qushning hujum qilish kuchi kuchli bo'lib qolmay yana yolg'on gaplar askabni farq eta oladigan alohida iqtidorimi bor? Uni tangdasiz kuchi bor deyishga bo'ladi. U bo'lsa, men barliq qushlarni tizgilay olayman. Haybov atritidagilarning zirakchoqlarning kitobini elib ketishini tavsiya olayman. Rostlı ismi cismiga loyiq shaharkan bu. Hatta o'rmonliqlarni shundoq qo'laymuqqan o'rlashtirib qo'ydik ekanmiz. Opla, cho'toq bo'ldi. Bu o'rmonliq bekli cho'nki. U chetidimi ko'gili bo'lmaydi-ki. Undaqda biz rostlı yo'ldan ezib qopdiq-da. Ciddileşmanglar. Men bir amal topdim. Biz kada qushini chaqirib yo'l boshlatqizayli. Haybov, sen rostlı aqlli ekansan. Uy. Kada qushiga nima bo'lgandi? O biror pishkanlik uchirmagandi? Biz tez berib qarab boqayli. Başlap bunda qısaq bo'lmaydi. Şahin aytdi-ku, Şil o'qishining birdan bir ojizligi uning cho'qsidagi olish bariyerida. Magnitlik kashlik qilish asbobini uning shu yeriga qo'ysangizlar, andin unumi bo'ladi. Sen mi biladigan ashundaq oddiy qoidani men bilmay qolibdim. Sen o'g'itishingning hojati bormi? Lekin sening uning yiqilishingga amaling bor. Degina, qani sen yiqilishga petin olamsan. Gap qila, bu kalva u eski qushni cho'qil tutib obda bir adab nimisan? Bu yana senlarni qilgan ishkanda. Siz aytishi, kada qushini senlar tutilishdingmi? Sening nima deyotganinglarni biz bilmadik. Başlap biz rostla bir qush tutmoqchi edik lekin. Kada qushini bizga tezroq qaytarib berish. Oy! Haybov keldi! Haybov keldi! Hoy! O askere benim saç bozulumunu buzun çıkmadan içtikma. Karab turaş. O eskeplikle senle gözünü bir kesip koymaydıgan bolsa. Sen de korkattım. Yok arayız onun edibini be. Başlap ularning adını ko'p men qo'rqyaptimmi? Qo'rqyapni qo'yib hujum qilib. Bu qushning ochiq ajab yomon kuni. Unaqa nima bo'pti Haybov? U xafa bo'lib qopti. Chunki biz qush turiga kiradigan yo'g'on egizga hujum qilmoqchi bo'ldik emasmi? Qush turiga kiradigan uning bilan o'xshash bo'lganda meni tavatamsizlar. Lekin u eski qush tursa, ular texi mening kada qushimni tutib oldi. Hey, bodak xatolashyapsan nima? Kim u ahmoq qushini tutyapti, ha? Sizlar tutib olishding. Men tutib olmadim. Sen tutib olding, sen.
Şilokşi, çocuğunun digini rast, kudunun devatqınını yalğan deydi. Şoň o yalğan gep qilgan kişini jazalaydı eken. Ha? Şila kuşunun birden-bir acizligi, onun çoqsudagi alish bariyerida. Mag'nitlik qilish asbobini uning shu yeriga qo'ysangizlar, aniq önemi qoladi. Şilokşi, sana bir iş bolmagandı. Şilok şu hiç olmadı. Hazır xatarda qoladigini delsene. Şilok ulan obdan bir edeplep qo'y. Köpçülükü ziyan yetkizme. Hay! Hay! Kaybol geldi. Kaybol geldi. Hay! Kaybol geldi. Hay! Aa! Kaybol. Oy! Oy! Aa! Aa! Başlayaq biz g'alba qildi. Şilok obdan qilding. Qaybo o'tirdigilarni urib mejiqini chiqarib at. Başlayaq. G'alati ish qil. Şila quşu nemishqa kada quşu hujum qilmaydi. Oh kalla, elim yaxshi qush bo'lib qolganing sening mushrimni tushunmadingmi? Shilok qushlarni qo'rquvchi ilohiy, unimizga kada qush hujum qiladi. Biroq, Haybab atrofdagilar uncha talalik emasdi. Kadakşi, tez gözünü aç. Kadakşi. Kadakşi. Kadakşi, tez gözünü aşkın. Kadakşi. Başlaq o nima qilmoqchi edi? kada qush o'zini qurban qilib Shilok qushini g'aflatdan uyg'otdi. Hozir bizning chekindagi vaqtimiz keldi. Quşlarni quvluqchi ilohi, meni urmaslik kerak edi. Kadakşi. Qaranglar, kada qushi o'shig'i keldi. Pek yaxshi bo'ldi. Kadakşi saqayib qoldi. Kadakşi. Voy! Voy! Hayvonlar! Sizlar kada qushning nimishqa saqayib qolganligini bilamsizlar? Bilmaymiz. Boya men burchiq doktordan yo'lni so'rgan vaqtimda u menga Shilok qushining cho'qqisidagi yurak shaklli ilish bor yeriga borliq haqiqiy muhabbat saqlanganligini aytib berdi. Shu uning ash kichkina ajizligidanmi cho'choqlar paydolanib uni kontrol qilmoqchi bo'pti. Burliq doktor yana haqiqiy mehr muhabbat har qanday yorini saqayta oladigan qudratga ega deydi.
Kada quşini qutquzgani dal shilo qushining cho'qqisidagi yurak shaklidagi chipar eskan. Va, haqiqiy muhabbatim xudo haqiqatan ulug' kenchimi? Men bekni ta'sirli ketyapman. Men bekli ta'sirlanyapman. Yemeklikning kuch qudrati bekli ulug'. Nemişki daim peyişkerlik uçuraydıgan demez. Yani girip bu şu daraxtlıqla isinip kalıdıgan demez deyman ha. Başlık, benim kusuğum bek içip gitti. Belak konservası, yana mezlik çürük bilip ilgili vatıdı. Yana. Ağzını yum. Vazifeni uğurlayamızdan şayim seni aşında korungan kuş parçasına aylandırıyor demek ki. Yak. Benim fakat belak konservası ilgim var yana. Kavla, ben sana üç barlık kuşlardan nefretledim ben. Ben senden nefretledim ben.